TikTokda bu gapni men gapirmasam, bironta TikToker birontasi gapirib chiqmadi. Mayli bu videodan keyin qanaqadir menga nisbatan jarima qo'llash, shunaqa bir qonuniy choralar qo'llashsa ham men roziman. Xalqni foydasiga gapirmoqchiman. O'zbekistonda mollarga, qo'ylarga pasport beradi. Ya'ni Palancha va Pistoncha va Paloncha degan ismi sharif beradi degan qonun o'z kuchiga kiribdi. Az qadrdonlar, endi mollarga, qo'ylarga pasport olasizlar. Yaqinda ginekolog ham yo'llaylar mol qo'ylarga, maktab ham ochinglar. Yana ham kamlik qilsa, samolyotga mana reyslarga ham mollarga обязательный, отдельный charter mollar uchun, qo'ylar uchun reyslar joriy qilinglar. Men hayron qolyapman bunday qonun qoida chiqargan insonlarga. Chumchuqqa ham chiqaringlar, kaptarga ham chiqaringlar. Mana yoz bo'lgandan keyin issiqlar chiqadi, havolar qiziydi. Undan keyin mana osmonda uchayotgan qushlarga ham pasport so'raylar. Undaqa qonun qoida chiqarilmaydi. Hazil-huzul o'z yo'liga. O'zi shundayga 140 ming so'mdan eng arzon go'sht, bo'lmasam 160 ming so'mdan odamlar bir oyda 1 kilo go'sht olib yolmayapti. Mollarga pasport chiqarilgandan keyin mollarga pasport bepulga berilmaydi, mol qo'ylarga. Ular обязательно pulga sotilgandan keyin molni ham, qo'yni ham, ya'ni go'shtni ham narxi osmonlarda, havolarda, patologlarda bo'ladi. Molni go'shtini yaqin o'rtada 200 ming bo'ldi desa, deb hayron bo'lmanglar. Agar mana shu qonun qoida olinmasa, juda ham jabrlanuvchilarga xalqimizga juda ham ko'p jabr bo'ladi. Hech kim mol qo'y boqmay qo'yadi. Mana meni gapim gap. Qonuniy qanaqadir ham nimadir imtiyozlarni buzib qo'ygan bo'lsa, men siyosatga aralashishga haqqim yo'q, lekin xalq uchun gapirib chiqaman, aybga buyurmaysizlar. Qanaqadir jarima to'lash kerak bo'lsa, mana shu haqiqat gap uchun men to'lashga tayyorman, joninglar sog' bo'lsin.